Assalomu alaykum saboqdoshlar. Unda bo'lsa biz hozir arab tili 1-qism 5-darsning muzokarasini boshlaymiz. Savolinglar bo'lsa darsxonamizga tashlasanglar yoki shu YouTube betimizga tashlasanglar, biz hozir nahmaydan javob beramiz. Sizlar savolinglarni tashlab qo'yguncha men bugungi darsdagi grammatikalarni qisqacha ixchanlab o'tay. Bugungi 5-darsda asosliq so'zlamoqchi bo'lgan grammatika nima deganda Muşu mudaf ve mudafun ileyhlik birikme. Mudaf ve mudafun ileyhlik birikme. Mudaf degen neme degende emde biz ötken saatlik dersimizde isimni iniqsiz halettin iniq haletke özgertişini ügendik. İniqsiz halettin iniq haletke özgertişini ügendik. O qaysi degende bir iniqsiz isimnin aldığı elif lamını ekirsek bu isim iniqsiz halettin iniq haletke özgüreydi eken. Yani öy degan so'zdan al-baytu desek, hiliq öйдә bizning zihnimizda iniq bo'lgan öйni ko'rsatdi ekan. Endi biz bugungi darsimizda iniqlashning yana bir usulini o'rgandik. O qaysi deganda muzaf va muzafun ilayhlik birikma orqali iniqlash usuli. Bir sabaqdaşımız ovoz yo'q debdi. Men hozir bir tarafdan tinglab sinab baqyapman. Ovoz normal. Boshqa sabaqdaşlar ko'rayotgan sabaqdaşlar bo'lsa, bunga javob qaytarsanglar, ovoz sizda normal anglatamdi yoki normal anglanmayaptamdi. Meninkida hozir ovoz normal, ha? Endi unda bo'lsa bu muzaf muzofil ilik birikma degan nima deganda dal bu isim iniqsiz isimni iniqlashning ikkinchi bir xil yo'li. Masalan, kitobun desak, bu iniqsiz kitob shundaqmi? Eliflarni kirsak zihnimizda iniq kitob bo'ldi. Endi bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz bir shaxsga yoki bir kishilik almashqu qo'shash orqali iniqlash usuli. Masalan, kitobun kitob. Kitobu Muhammadin desamchi, Muhammadning kitobi degan bo'ldi. Demak, bu yerdagi so'z Muhammadga izofa deganga birikish qo'shilish degan gap. Shu qo'shilish orqali qanday qildi? Iniqlandi. Bu yerdagi iniqlangan so'z qaysi? Iniqlangan so'z kitob. Unda bo'lsa biz iniqlangan so'zni nima deb ataymiz arab tilida? Mudaf deb ataymiz. Bu kitobni qaysi so'z iniqladi? Kitobni mudafun ilayh, ya'ni Muhammad degan so'z iniqladi. Xassim iniqladi. Unda bo'lsa bu iniqlig'i so'zning bo'ldi arab tilida mudafun ilayh bo'ladi. Onda bo'lsa bu mudaf va mudafun ilayhlik birikminiki qanday xususiyatlari bor deganda mudaf qat'iy alif lam qabul qilmaydi. Ya'ni mudafqa qanday kirmaydi? Alif lam kirmaydi. Mudafqa alif lam kirmaydi. Bu birinchi qoidasi. İkinci qoidasi buningga tanvin kirmaydi. Ya'ni qo'sh o'qilmaydi. Alif lam kirmisimi nima qilmaydi? Qo'sh o'qilmaydi. Shuning uchun Kitabu Muhammadin deymiz. Uni kitabun Muhammadin desakchi xato bo'ladi. Shunga kitabu Muhammadin. Demak, mudofning qancha xil qoidasi bor? Ikki xil qoidasi bor hozircha. Birisi alif lam qabul qilmaydi, ikkinchidan tanvin qabul qilmaydi. Ondaki mudofun ilayh degan nima deganda iniqlik so'z. Ya'ni Muhammadning kitobi degan vaqtimizda Muhammadni iniqlagan so'z qaysi? Kitobni iniqlagan so'z qaysi? Muhammad. Mushu Muhammad mudofun ilayh bo'ladi. Buning qoidasi shuki, bu zir o'qiladi. Zir. Yoki zivar yoki pash o'qishchi bo'lmaydi. Buni qo'sh o'qisaqmi bo'ladi, qanday o'qisak bo'ladi? Ya'ni kitobu Muhammadin. Shunga Abdullohi degan bu so'zmi? Abdu degancho mudof, ya'ni iniqlangan. Abdu degan qo'l, banda degan gap. Abdullah desek Allah'ın bendesi kulu degen buludu. Bu vaqtda abdu muzaf Allah degen bu lafzini buludu. Mudafun ilayh buludu. Şuna mudafun ilayh o'g'anlik uchun nima o'qidik? Zir o'qidik. Abdullahi. Mana shuni o'qishgan. Demak, bugungi darsimiz birinchisi shu mudafun ilayhlik birikma haqida bo'ldi. Ya'ni buni biz ixchamlab aytgan vaqtimizda mudaf iniqlangan so'z. Ya'ni biz bir iniqsiz so'zni iniqlamoqchi bo'lsak, uni bir xassimga yoki kishilik almashlarga qo'shish orqali qanday qilamiz? Aniqlaymiz. Bu mudaf deb ataladi. Masalan, kitobu Muhammadin deganga o'xshagan yoki kitobuhu deganga o'xshagan
Bu yerdeki kitap qanday qildi? Iniqlandi. Buni biz arab tilida mudaf deb ataymiz. Mudafqa alif lam kirmaydi, shundaqla tanvin kirmaydi. Mudafun ilayh deganimiz iniqlig'uchi. Kitobi Muhammadin desak, Muhammadning kitobi desak, bu yerdagi Muhammad degan so'zning kelishi bilan kitob iniqlandi. Ya'ni kitobni Muhammad iniqladi. Unda bo'lgan ekan bu yerdagi Muhammad nima bo'ldi? Mudafun ilayh bo'ldi. Mudafun ilayh nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Mana bu mudafun ilayhningki qoidalari. Undan boshqa tushunmagan mazmun bo'lsa, so'zlarni qarindoshlar. Bo'lmasa biz ikkinchi qattimki bugungi darsda ikkinchi mazmun grammatikaga o'tib ketamiz. Bugungi darsimizda hamda ikkinchi mazmun grammatika nima deganda bugungi darsdagi ikkinchi grammatika mazmun nida. Nida. Yani harfi nida. Endi biz Arab tilida birovni chaqirmoqchi bo'lsak, shu so'zning o'zi orqali chaqirmaymiz. Ya'ni chaqirish harfi deb maxsus chaqirish uchun ishlatiladigan nimalar bor? Harflar bor. Shu harfni qo'shish orqali chaqiramiz. Bizning Uyg'ur tilimizda unda emas. Uyg'ur tilimizda birovni chaqirmoqchi bo'lsak, shu ismni sal ullugroq to'lisak, qanday qilgan bo'lamiz? Chaqirgan bo'lamiz. Masalan, Muhammad degan ismni chaqirmoqchi bo'lsak, nima deymiz? Muhammad deb bir oz ovozimiz ulug' chiqarsak, chaqirgan bo'ladi. Bu Uyg'ur tilimizda. Ammo arab tilida cho desa, shu to'lash bilan birga cho'qim bir harf kelishi kerak. U qaysi degan bizning bugun o'rganganimiz ya. Masalan, birovni chaqirmoqchi bo'lsak, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Xolid deb yana qo'shish orqali chaqiramiz. Endi yana bir gap. Yani bir yiroqdagi odamni chaqiramdiq yoki bir o'ttiri hol yoki yaqindagi odamni chaqiramdiq deganda bu ya chaqirish harflar bir qancha bo'ladi, ammo ya shuning ichidagi eng ommavisi, eng ommabop qo'llanilgani. Ya'ni buni yaqinga ishlasakmi bo'ladi, yiroq ishlasakmi bo'ladi, o'ttiri hol yoki ishlasakmi bo'ladi. Shunga men bugun grammatikada yaqinga bir misol keltirib berdim. Yaqinda bir Muhammad degan bir balaning ismini chiqarib. Yaqinda o'qib qolsam ya Muhammad deymiz. Ya'ni bir bala boshqa taraf qarab turgan bo'lsa, uni chaqirmoqchi bo'lsak, ya Muhammad desak, uni chaqirgan bo'lamiz. Agar yiroqda o'qib qolsa-mu, yana ishlatamiz. Ya Abdullah deganga o'xshagan. Mana bu harfi nidoninki ma'nosi va ishlatilish o'rni. Endi buni grammatik jihatda qanday xususiyati bor deganda, harfi nido bilan chaqirilgan ismni biz arab tilida munada deb ataymiz. Ya'ni chaqirilg'uchi ism deb ataymiz. Masalan, ya Muhammadu desak, bu yerdagi Muhammad nima bo'ladi? Chaqirilg'uchi ism bo'ladi. Endi bu chaqirilg'uchi ismga xos bo'lgan bir qism grammatikalar bor. U qaysi deganda, masalan, biz chaqirmoqchi bo'lgan ism yolg'iz ism bo'lib qolsa, ya'ni Muhammad, Xolid, Ahmad deganga o'xshagan bir muzoflik, izofatlik birikma emas, yolg'iz ism bo'lib qolsa, bu taqpash o'qiladi. Taqpash. Ya Muhammadu, ya Xolidu deymiz. Ya Muhammadun, ya Xolidun desakcho to'g'ri bo'lmaydi, bu xato bo'ladi. Bu munada bo'lgan birinchi qoida. Ya'ni chaqiruvchi ismga xos bo'lgan birinchi qoida. Endi chaqiruvchi ism bunda taq, ya'ni yolg'iz ism bo'lmay, birikka ism bo'lib qolsa, masalan Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah deganga o'xshash bunday ism bo'lib qolsa qanday qilamiz desak, chaqirmoqchi bo'lgan ism agar muzof ilayhlik, ya'ni birikkan juft ism bo'lib qolsa, Abdullah, Abdurrahman deganga o'xshagan bir izofatlik birikmelik deymiz. Biz baytun so'z degan. Mushunda qism bo'lib qolsa, buningda muzof, ya'ni birinchi bo'liki zivar o'qiladi. Nima o'qiladi? Zivar. Abdullahni chaqirmoqchi bo'lsak nima deymiz? Ya Abdullah bo'ladi. Ya Abdullah. Nima o'qiladi birinchi bo'liki? Zivar o'qiladi. İkinci bölükü çoğu dese, ikinci bölükü zir oqiladi. Nima uchun zir oqiladi? Muzofun ilayh bo'g'anlik uchun çoğu zir oqiladi. Muzofun ilayh bo'g'anlik uchun zir oqiladi. Uningki harfi nido bilan yoki munada bo'lganligi deydigan bundaq bir aloqasi yo'q. İkinci bölükü muzof ilayh bo'lganlik uchun zir oqildi, ammo birinchi bölük bo'lgan muzof bu munada bo'lganlik uchun nima o'qildi? Zibar o'qildi deymiz. Demak, munada yolg'iz ism bo'lib qolsa taqpash o'qiladi,
izofetlik birikma ism bo'lib qolsa, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim deganga o'xshagan muzof nima qiladi? Zivar qiladi. Ya Abdullohi, ya Abdurrahman deganga o'xshagan. Mana bu bugungi darsimizdagi asosiy grammatikalar. Ondan boshqa sizlarning so'raydigan savolingiz bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Ondan bilek bugungi dersde balla topşırıqның nəni işleydi, nəni işlemeyimiz şunu bek soruvatıdı ha. Balla ama birinci kısım kitapninki teksti asli yadlash talab qilinadi. Agar yadlash prostonlar bo'lib qolsa, yadlanglar. Agar yadlash prostonlar bo'lmay qolib qolsa, buni ko'p qatim takrar o'qisanglar bo'ladi. Chunki sizlarning arab tilining 0 saviyadan boshlag'achqa ig'izinglar kelmaydi, tasdak bilinadi. Buni sizlar qayta o'qigandan keyin ig'izinglarga ig'iri bilinmaydigan holatga keladi, og'izinglar kunidi. Shuning uchun sizlar tekstni yodlaysizlar yoki yodlab bilmasanglar qayta o'qisizlar. Bu birinchi topshiriq. Ikkinchi topshiriq, har kuni darsdagi tekstdan keyingi iqro vaktub degan mashqni arabcha uyg'urchasini qanday qilasizlar? Yozsizlar. Daftarga arabcha uyg'urchasini yozsizlar. Undan boshqa bo'sh o'rin berilgan nimalar bor. Shu darsning orqada deb qo'yganlik mavzularga topshiriq deb shularni ishlaysizlar. Yangi so'zliklarni yodlaysizlar. Bir savoqdashimiz bunda bir savol so'rabdi. Tahta har qachon zabar qilamdi deydi. Bu tahta men tunugun deb o'tib ketgan arab tilida bir qism ismlar o'zgarmas qetib ketgan ismlar deb ataladigan. Shu ismlarga tava. Bu agar shu hi deydigan bir damir var, kişilik almash. Şu qo'shalmasalar, yolg'iz holatga kelib qolsa bu zivar o'qiladi. Tahta. Ammo bir almash qo'shilib qolsa, men tahtihi deb vaqtda bir hi degan zamir qo'shilib qolsa zivar o'qiladi. Bo'lmasa, bu yolg'iz holatda zivar o'qiladi. Buningki tafsilotini biz daha so'zlaymiz. Ba'zi saboqdoshlarimizninki shu bevosita muzokara darsimizga qatnasholmayotgan deb o'tibdi. Buning sababi sizlarning to'ranglar osti bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, men nihoyatda ko'p sinovaman. To'r normal. Men hozir bir tarafdan ko'rib, bir tarafdan so'zlayapman. Meniki de nihoyat normal chiqyapti-da. Hamma saboqdoshlar hozir naq maydondan savolni tashlayapti. Bularni ko'rib, shu naq maydon ko'znikning ostiga savol tashlayapti. Unda boshqa qanday savoldoshlar bugungi darsdan tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'rasanglar. Bizning muzokara vaqtimiz tushay deb qoldi. Agarda yana boshqa o'quvchilarga kerakmagan bo'lsa, naq maydon muzokaramizga bundan keyin biz ham YouTube kanalimizda, ham Facebook kanalimizda naq maydon taqalsak bo'ladi. Agar Facebook ishlatayotgan bolalar bo'lib qolsa, Facebook normal chiqalaydigan bolalar bo'lib qolsa, biz naq maydon Facebook kanalimizda taqitimiz. Savoqdoshlar boshqa savolinglar bo'lmasa, bugungi muzokaramiz
mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.